ishlaringizda inshaalloh ko'p muvaffaqiyatli bo'lasiz. Alloh rozi bo'lsin. Hoji akamizdan yana bir bor takror Alloh rozi bo'lsin deb duo qilamiz. Bularni o'sha dindagi g'ayurligi, o'sha ta'lim, islom ta'limi ko'rsatgan amalda o'zlari shunaqa yashab, boshqalarni ham hayotlari shunday bo'lishligi va jamiyatimiz, mana biz o'zi asl suhbatimiz bizga o'sha aytilgan takliflar shuki, jamiyatimizdagi islohiyatlar, xalqimizni yanada hayoti Allohni rozi qiluvchi va jamiyatda yana tinchlik, xotirjamlik bo'lishligi uchun nima amallar, nima ishlar qilishligimiz kerakki, mana shu Alloh bizni har bir yomonlikdan asrab qo'ymaganmi? Yer yuzida hozir har bir joyda ham mana shunaqa tinch mamlakat bormas. Yonimizdagi vatan, mana ko'ryapsiz, ellar nima bo'lyapti. Alloh taolo bizni avvaldan o'zini hifziga saqlab qo'yibdi. Buni shukronaligini qilishligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarga shunchalik bir in'omlarni berganligini yanada albatta qalban his qilib, shukronaligini ado qilishlik uchun biz yaxshilardan bo'lishimiz kerak. Shukronalik bilingki, faqat tilda o'zida bo'lmaydi. Faqatgina alhamdulillah bilan bu qolmaydi. Faqat o'sha amalda to'g'rilik bilan Allohning buyurgan yo'lda yurishlik bilan bo'ladi. Amakimizni ham qiziqqonligi shu, o'sha ko'rib, o'sha ba'zi bir mana shu aynan aytgan yo'llarida, ilmlarda haqiqatni ko'rmaganliklaridan shunaqaga jazabaga tushyaptilar. Bu bir iymonning bir to'lqinlanishi. Alloh rozi bo'lsin. Biz sizni taqdirladik. Alloh ilmingizni ziyoda aylasin. Jamiyatimizga ilohim mana shunaqa manfaatli bo'lin. Endi bu birodarimizni savoliga kelsak, shayximiz Shayx Abbos al-Misriy haqida agar albatta gapirsam, men kamida o'sha xuftongacha gapirishim mumkin. Chunki shayxim, ustozim mana shu sizlarga shu so'zlarni aytishligimga sababchi bo'lgan zotlardan. Balkim kimlardir oralaringizda albatta bor do'stlarimiz, muxlislarimiz, hammangiz ham o'sha kanallarimizda aytganmizki, men u kishiga Alloh uchun yaxshi ko'rganligim uchun, Qur'onni menga berganligi uchun, balkim sizlarga o'qib berayotgan bu Qur'onimizni harfma-harf o'rgatgan bir zotlardan, o'sha payg'ambar alayhissalatu vassalomdan olib kelib shu bizni og'zimizga solib qo'ygan zotlardan bo'lganligi uchun dadamga shunday deya olganman. Dadam bir kun telefonda o'zlari nasihatlarini qilyaptilar. Bolam, o'sha Shayx Abbosni ustozingning ko'ngliga qaragin, ustozingni ranjitmagin, ustozingga qaragin, umuman nazaridan qolmagin, u qilgin, bu qilgin, otalarning nasihati ma'lum. Har doimgi so'zlari, lekin biz bilaman demaymiz-ku. Xo'p bo'ladi deyapman. U zotni, ya'ni otam rahmatlini, dadamni xotirjam qilishlik uchun shunaqa dedim. Oxiri dedimki, dada dedim, agar siz rozi bo'lsangiz, xafa bo'lmasangiz, men sizga ushbu so'zni aytaman. Nima deysan bolam dedilar. Dada u kishini o'sha menga Qur'on o'rgatayotganliklari uchun payg'ambar alayhissalatu vassalomning 29-chi, ya'ni payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan oralarida 28 ta kishi bo'lib, zot bo'lib, 29-chi sulolalar Qur'onlikda. 29-chi isnod sohibi payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan 28 ta kishidan keyin shunday sanatlari, ijozalari shunday tutishuvchi, ulashuvchi kishi u kishi. O'sha sababdan dedim, agar siz xafa bo'lmasangiz, men sizga shu so'zni aytmoqchiman. Men u kishini sizdan ham ko'proq yaxshi ko'raman desam, 2 daqiqacha telefonda jimlik bo'lib qoldi. Men xafa bo'ldimki, dadam xafa bo'lib, hozir endi meni nima qo'yib ketadilar. Qarasam, piq yig'i ovoz kelyapti. O'sha ovoz qilmasdan yig'layaptilar. Keyin yig'lab, bolam, men sendan roziman. Mana shunday bo'lishligini Allohdan so'ragan edim. Men roziman. Ilohim, seni ham shunday bir shogirdlaring bo'lsin. Shayxinga bo'lgan sadoqatda, muhabbatda seni yaxshi ko'ruvchi shogirdlaring ilohim ko'p bo'lsin dedilar-da, o'sha ota rozi bo'lganlar Shayx Abbosni u kishidan ham ko'proq yaxshi ko'rishligimga. Demak, Shayx Abbos shu darajadagi bir zot bo'lganlar. Shayx Abbos bo'lishligiga sabab, o'sha shayx bo'lib qolishlariga sabab aslida u kishi organ xodim bo'lgan. Organ xodimi bo'lib, Misrlarda shunday, o'sha organ xodimlari ham to'pmanchalari shu yerda kelib bu yerda biz bilan namoz o'qiradi. O'sha organ xodimlaridan bo'lgan zot bir kun shom namoziga kiradilar. Misr Jadida degan joy bor. O'sha xuddi bu Toshkentning eski shahar deganda ham eskidan bo'lgan bir Misr, qadimiy Misr. O'sha mintaqada bir shom namozini o'qigani kirdim deydilar. Shom namoziga kiruvdim, imom domla Maryam surasidan eslab qoling. Maryam surasidan shunday o'qidilar, o'zlari yig'ladilar va bizlarni yig'latdilar. Yig'ladilar va yig'latdilar. Xuddi men Qur'onni hozir menga nozil qilingandek deb qabul qildim deydilar. Qarang. Bu bo'lsa Maryam surasini ko'p o'qiganman, eshitganman deydilar.
o'zlari o'sha paytda yoshlari, e'tibor bering, 37 yoshda bo'lganlar. 37 yoshli yigit deylik, kishi eshityaptilar Maryam surasini imom domladan. Shuning uchun biz doim aytamiz, imom domlalar, mana bugun qorakamizning ovozlarini eshitdik, go'zal qiroatli bo'ling, chunki sizni eshitayotganlar kalomullohni o'sha egasidan eshitsin, kalomullohga bo'lgan ishqi ko'paysin, ziyoda bo'lsin, kamaymasin, qiroatingizni eshitib, ey baraka toping qorakam deb ketsin deymiz. Ko'p imom o'sha domlalarga mana shu so'zimizni aytamiz. Balkim hozir biz rahbariyatimizdan shunday bir topshiriq bo'ldiki, aynan Toshkentni o'zidan boshlaymiz. Butun O'zbekistonimiz bo'ylab imom domlalarni qiroatini yana sayqallashtirish, yanada ularni qiroat saviyasini tuzatib, hammalarniki yaxshi inshaalloh. Yanada go'zal qilish, yanada tajvidni qilish, yanada ohangli qilish, yanada o'sha tajvid qoidalariga muvofiq holda o'qishliklar uchun bizda alhamdulillah ta'lim tadbir boshlangan. Buni biz inshaalloh taolo Toshkentimizdan birinchi boshlaymiz. Xullas Shayx Abbosni o'sha Shayx Abbos bo'lishligiga sabab boyagi imom domla ekanlar. Maryam surasini juda mahoratda o'qiganlaridan men o'sha namozda bitdim deydilar. Ana u ustunga o'tirib namozdan keyin shunda orqamni berib o'zimga o'zim savol bera boshladim. Ey Abbos, sen haqiqatdan mo'minmisan dedim deydilar. Javob, ha mo'minman-ku. O'zimni o'zim muhosaba qildim deydilar. Ey Abbos, haqiqatda aytchi, jannat haqmi? Jannat haq-ku. Aytchi ey Abbos, do'zaxga ishonasanmi? Bormi shu do'zax? Ha, bor-ku. Mana u sen eshitgan kalomulloh Allohning so'zimidi? Ha, Allohning so'zi edi. Shu payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lganligini tasdiqlaysanmi? Tasdiqlayman. Mana shu Maryam surasimidi? Maryam surasi edi. Mazmunini tushundingmi? Tushundim. Shu kalomullohmidi? Kalomulloh edi. Sen bo'lmasam nega kalomullohni yodlamaysan? Nega bo'lmasam kalomullohni, Allohning so'zi bo'lsa, Qur'oni bo'lsa o'rganmaysan? Seni jannatdan umiding yo'qmi? Jannatda malaikalar, Alloh taolaning malaikalari o'zi shohid, jannat ahli shohid bo'ladi. Iqro, wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha degan hadisni bo'lishligi, rivoyatni sahihligini tasdiqlaysanmi? Tasdiqlayman. Unda nima deyilyapti? Sohibi Qur'onga o'qigin va jannatning tepasiga qarab ko'tarilib ketavergan. Xuddi dunyoda qanday tartilda o'qigan bo'lsang, o'sha holatda o'qigin, ketavergin, tepaga qarab ko'tarilgin. Oxirgi o'qigan oyat joying ana o'sha seni manzilang bo'ladi degan so'z aytiladi qori kishiga, Qur'onni yodlaganlarga. Qarang, 5 pora yodlasangiz 5 poragacha o'qiysiz. 10 pora yodlasangiz 10 poragacha, 30 juz yodlaganlar 30 porasigacha o'qib boradi. Bir pora yodlagan ham o'qiydi. Bir porada to'xtab qoladi. Chunki aytilyaptiki, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Chunki seni joying eng oxirgi o'qigan oyatingda. O'qigan oyatini, o'sha yodlagan oyatini o'qiydi va o'quvchiga to'xtaydi. O'sha joyi uni joyi bo'ladi. Sen shuni bilasanmi ey Abbos? Shuni tasdiqlaysanmi ey Abbos dedim deydilar. Ha, tasdiqlayman. Nega bo'lmasa kalomullohni yodlamaysan? Dedim, bo'ldi, men bugundan boshlab kalomullohni yodlayman dedim. Unda yoshim 37 yosh edilar. Dedilarda va keldim ishdan xufton namozidan keyin. Balkim o'zimni muhosaba qilib xufton namozigacha masjidda qoldim dedilar. Xufton namozini ham o'qib, to'g'ri kelib, o'zi libosimni almashtirib Qur'on yodlashga tushdim. Xufton namozidan keyin kelib uyimda dedilar. Mana shu holatda u kishi 59 yoshda vafot qildilar. Endi 59 yoshgacha butun 10 ta qiroat deyiladi. Sug'rosi 10 ta qiroat kubrosi deyiladi. 10 ta qiroat kubrosida 980 vajhda 980 xil inson Qur'onni o'qishligi mumkin. Ya'ni 980 marta Qur'onni xatm qiladi har xil uslublarda. Mana shu qiroatlarni ham o'rganib qarang va bir qancha shogirdlar chiqarib, kitoblar yozib va o'sha oraliqda 2 yil Fransiyaga borib, Fransiyada shariat qonunlari va dunyoviy qonunlar, ularni oralaridagi farq degan mazmun Allohning vali do'stlari, Allohning ahli bo'lgan zotlar bo'lgan.